sizni 2 sotik yeringiz bor. Yaxshilab e'tibor bering. Sizga zo'r life hack. 2 sotik yeringiz bor. Uy qurdirmoqchisiz. Sizga zo'r maslahat berib o'tib ketamiz. Ketdik. E'tibor beringlar, bu xonamiz 5 metrga 780 metrlik xona. Через bu orqali yorug'lik o'tadi. Shabada o'tmaydi. Kelinglar. Operator keling. Bu xonamizda shabada kirmagan hisobiga yorug'lik, bu xonamiz dimlanib qoladi. Shuni hisobiga uyda egasi Farruxbek aytdiki, menga zo'r maslahat berdi. Gap so'z yo'q. Ba'zi bir odamdan shunaqangi holatda zo'r maslahat chiqadi. Bu yerda shunday перегородка qilib turib, mana panoramli rom qo'yiladi. Rom qo'yilganda bu joyimiz ochiq qoladi. Binomiz 2 etaj bo'ladi. Biz bu yerga nima qilasizlar desanglar, xizmatimiz bu yerga monolit quyib beramiz. Hozircha временный holatda 1 etaj qilib foydalaniladi. Keyinchalik 2 etaj qiladi. 2 etaj qilganda tomda rigilni qismini oldiga keladi. Rigildan keyin bu tarafimiz, devorimiz ochiq qoladi. Bu yerda tepa qismini yopadi, yomg'ir tushmaydigan holatda qilib qo'yadi. Yorug'lik shabada kun tushadigan bo'ladi. Sabab qibla bu tarafimiz, qibladan chiqqanda tushadi. Havo aylanadi ham, kattalar yashasa ham zo'r joy bo'ladi. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, shunaqangi uy qurdirmoqchi bo'lgan do'stlarga tashlab qo'yasizlar.